Assalomu alaykum musofir bo'lgan vatandoshlar. Mana bugun 19-dekabr Moskva Vladimir Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobusimiz chiqib ketyapti. Odil tog'a bitta duo qiling, yo'l oldi. Amin. Allohu akbar. Akalar, opalar, hammalaringga oq yo'l. Yaxshi yetib olinglar. Bergan pullaringga rozi bo'linglar. Bemalol 0003 1510 Az5 Shamshod bilan aloqaga chiqaverasizlar. Vladimirdan avtobusimiz chiqib ketyapti. Hammalariga oq yo'l, yaxshi yetishib olsin. Yo'nalishimiz Moskva Vladimir Kazan Orenburg. Bemalol 0003 1510 Az5 Shamshod bilan aloqaga chiqaverasizlar. Doim xizmatlaringdamiz.